Xo'sh, aseptik nekrozli ko'ksa artroz, o'ng taraf bo'g'imlarida kuchli shamollash bo'lgan, suv yig'ilishi, shish, to'qimalarda ko'rib turibsizlar, yog'lanish yaqqol ko'rinib turibdi. Ikkinchi yoq taraf, ya'ni chap bo'g'imlariga ham ozgincha bergan, lekin o'ng bo'g'imlarda ko'proq shamollash bo'lgan. Xo'p, hozir ayni vaqtda biz Qo'qonda demak xizmat safari bilan ko'rik olib boryapmiz. Xo'p, bir oyda juda yaxshi rezultat bo'libdi. Rezultat bo'lgan nimada? Hali bu bo'g'im bir oyda ideal bo'lib tuzalib ketmasligi aniq. Tog'ay o'stiradigan, suyak strukturasini yaxshilaydigan preparatlarni kamida 1 yil ichish kerak. 6 oy yoki 1 yil. Hozir mana bular biz qilgan terapiyadan keyin ko'rib turibsizlar, suv qolmagan, to'qimalari ancha yaxshilashgan. Qon aylanishlari yaxshi, dimiq ishlash, hech qanaqangi suvlar, achoklar yoki shu tog'aylardagi shish, ya'ni achok deydi buni, kostный mozgdagi achok deydi. Unaqa narsalar yo'q mana. Yaxshi. Bir 30-40% bo'lsa ham sezingizmi? Ha, 30%. Xudo xolasa endi keyingilarda sekin-sekin 100% ga chiqarib, nekrozdan qolib ketadi. Boshqalarga o'xshab siz ham shifo topib zo'r bo'lib keting. Mana realni bo'lgan rezultat. Lekin siz ko'p terapiya olgansiz, bo'g'imingizdagi suvlar ketmasdi. Unaqa natija olmagansiz, sekin-sekin ketadi. Endi hozir ikkinchi kurs terapiyangizni yozib beraman.